Salom do'stlar, bugungi videoda biz AQSh o'ynaymiz. Ketdi navra rejimi. Maxsus strategiya biz tak 3-jahon urushiga qo'ya qolamiz. Hozir birda xo'sh, endi mana 3-jahon urushi strategiyasida Venesuela, Rossiya, Shimoliy Koreya, Eron, Kuba, Xitoy, Belarus bilan urushib turadi. Yana Qozoq, Qirg'iziston bilan keyin urushib ketadi armanlar. Venesuela ko'rasizlar, shu yerda ham bor. Siyosiy yangiliklar eshitgan bo'lsanglar, Venesuela bilan ketdi. Birinchi biz Kubaga qarshi urushamiz. Kuba bilan chegaradosh. Biz 3 ta davlat bilan chegaradosh. Telefon josusda shuncha davlat bor. Yaman ham bizga qarshi. Bitta navbat qizamiz qani gol. Butun o'qiniymi Birlashgan Arab Amirliklari bilan Eron urushadi. Hamma bir-biri bilan Isroil Falastinni egallab oldi. Saudiya Arabiston Yamanni egallab oldi. Menimcha Litvani Rossiya, Finlandiya bilan Litvani egalladi. Bu momenti Bosniya Novgorodiya Avstriyani egalladi. Biz Kubani egalladik. Yaxshi kuchayib ketdik. So'z yaxshigina bo'ladi. Biz tak Venesuelaga qarshi dengiz ishg'olini boshlaymiz. Qani bu keyin Fiji, Eron, Liviya, Mayami. Tak. Janubiy Afrika. Va bosotdan Zambiya bosotdan egallab oldi. Yaxshi deyani. Chatga qarshi urushamiz, chat kapotda. Tak. Liviyaga nima qarshi bo'lganini bilasizlar, menimcha. Kaddafi davrida AQShga qarshi o'qigan. Tak. Sudanga qarshi Janubiy Sudan menimcha egallab oldi. Zambiya hamkori yo'q. Mana Janubiy Sudan bilan urushyapti. Zambiya bilan urusha kerak endi. Sekin. Kuchayib ketdik. Xo'p, mayli. Ketdi. Suriya, Turkiya, Buyuk Britaniya. Litva chegarasi. Qatar uqiladi. Qatarni Saudiya egalladi. Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya urush boshlanyapti. Isroil Livanga kirib bordi. Iroq, Suriya, Iordaniya, Eron, Pokiston, Hindiston. Juda ham qiyin janglar. Markaziy Afrika ko'rasizlar. Chadda chunki ittifoqchisi. Bu o'yin yo'qolganman. Ketdi Misr, Qatarga cheklab beringlar debdi. Biz yo'q deymiz. Bitta davlat qattiqmiz Misr. Mamlakat Isroil. Biz yo'q deya qolamiz. Bitta Isroil qolgan. Venesuela nima egalladi? Buyuk Britaniya Argentinani egallabdi. Endi biz adashmasam Sudanga tushib qolamiz. Sudan ketdi. Armaniston qiladi. Turkiya Armanistonni egallabdi. Laos, Kamboja, Tailand, Janubiy Xitoy dengiz mojarasi hammasi endi birga qo'shilib ketadi bu endi. Bir daqiqani kamera. Gollandiya bilan xarita imzolaymiz. Ruminiya bilan Sudonni egalladik. Mamlakat Armaniston bizni Ukraina chekladi debdi, mayli ha deymiz. Mamlakat Ukraina Rossiyaga debdi, biz yo'q deb qolamiz. Hozirda hamkorlarimiz sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, Avstraliya, Kanada, Irlandiya, Yaponiya, Gollandiya, Filippin, Ruminiya, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Vyetnam.
Xo'p, Kanadadan yordam so'rab ko'ramiz. Yo'q, urush bo'lyapti Kanada Rossiya o'rtasida, shuning uchun menga hech bermadi. Avstriya mayli. Keyingi video uchun 5 ta